Salom bolalar, salom yoshlar. Men mahalliy hokimiyatning qaroriman. Mahallalarda, tumanlarda tartib bo'lishiga yordam beraman. Lekin mendan ham kattaroq hujjat bor. Bu vazirliklarning buyruqlari. Men vazirlik va idoralarning buyrug'iman. Maktablar, shifoxonalar, korxonalar qanday ishlashini belgilayman. Ammo men o'zimdan yuqorida turgan vazirlar mahkamasining qarorlariga bo'ysunaman. Men vazirlar mahkamasi qaroriman. Butun davlat bo'yicha muhim tartiblarni belgilayman. Lekin men ham yolg'iz boshqara olmayman. Mendan kuchliroq prezident farmonlari va qarorlari bor. Biz prezidentning qaror va farmonlarimiz, davlatning katta ishlarini tez va aniq hal qilamiz. Lekin biz ham o'zimizdan yuqorida turuvchi qonunlarga qarab ish qilamiz. Men qonunman. O'zbekistonning asosiy tartib qoidalarini belgilayman. Barcha fuqarolar menga amal qiladi. Ammo menga ham bosh bo'lgan bitta hujjat bor. Bu konstitutsiya. Va nihoyat men konstitutsiyaman. Barcha qonunlar, barcha farmonlar, barcha qarorlar mendan kuch oladi. Men davlatning eng bosh qoidalar kitobiman.